list of primary factors on pedestrian and underground overground crossings. Okay, we have already seen what is overground and underground crossings, right? And here in this picture, you can see the impact of extreme heat on crossing. Yani ekstremal issiq haroratning demak o'sha kesib o'tish yo'llariga qanday ta'sir qilishi haqida ko'rinishlar keltirilgan. Ya'ni boya aytganimdek harorat ta'siri, misol uchun havo harorati qanaqa bo'ladi-yu, harakatlanish paytida endi o'sha yo'llardagi o'sha konstruksiya o'ziga qanday harorat bilan ta'sir qiladi, buni ko'rdik. And here you can see the two types of crossings. Overground and underground crossings for pedestrian, right? And what is underground crossing? Subterranean pedestrian underpasses beneath major roads and intersections, offering shelter from surface conditions. Yani yer osti piyodalar o'tish yo'li haqida ma'lumot beryapti bu yerda. Misol uchun asosiy yo'l va kesishmalarda, ya'ni chorrahalarda tagidan o'tib, asosan o'sha yuzadagi haroratga demak bir qanday ta'sirdan saqlaydi degan ma'noda aytilyapti bu yerda. Misol uchun o'tish qulay, xavfsiz, hech qanaqa avtomobilning qolishi, noxush holatda yuzaga kelishi umuman bunday bo'lmaydi. In overground crossing, elevated footbridges and overpasses above traffic lanes exposed directly to ambient weather and temperature extremes. Yani bu demek o'sha ko'prik va gul o'tkazish kabi nima bo'layapti? Traffic lane, ya'ni o'sha yo'llarning ustungi qismidan o'tkaziladigan, quriladigan piyodalar o'tish yo'lini aytmoqda. And on the other hand, Tashkent network you can see here. Yani Toshkentdagi nimalarga keladi bu yerda. Uzbekistan cities, particularly Tashkent, rely extensively on both underground and overground pedestrian crossings. O'zbekistonda shaharlar, asosan Toshkent shahri ham ko'p bunaqangi yer osti va yer usti o'tish yo'llariga juda muhtoj bo'lmoqda. Sababi yo'lda asosiy yo'llar juda qatnov qismi, qatnov gabariti juda katta bo'lgan, 4 polosali, 5 polosali yo'llar juda ko'p. Uni piyodalar misol uchun yerda demak o'sha yo'ldan kesib o'tadigan bo'lsa, ancha vaqt ham oladi, tirbandlikni yuzaga keltiradi. Asosiy o'sha vazifada quriladi. Okay, here Uzbekistan's extreme continental climate. O'zbekiston demak biz bilamiz keskin kontinental iqlim sharoitiga ega, to'g'rimi? Misol uchun yoz oylarida juda ham issiq bo'lib ketadi, qishda juda ham sovuq. Ya'ni boshqa davlatlarga ko'pchilik hududlarga solishtirganda. Misol uchun demak summer extremes, winter extremes and spring autumn transitions. Demak o'sha yozdagi issiq havo harorati, qishdagi sovuq harorat haqida demak umumiy statistik ma'lumotlarni siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bahor va kuz faslaridagi o'zgarishlarni nazarda tutyapmiz. Endi buni qanday ta'sir qiladi? Bu insoniy ta'sirini bilamiz. Konstruksiyani o'ziga qanday ta'sir qiladi? Nima deymiz? Issiq va sovuq havo harorati. Biz bilamiz muzlash erish sikli degan bor. Buni biz freeze cycle deb aytiladi. Muzlash erish sikli deb aytiladi. Bu materiallarda demak qanday ta'sir qiladi? Materiallarga, qurish materiallariga boyaga demak o'sha kengayadi, sovuqda kengayadi, issiqda ozgina ko'taradi. Ya'ni o'zini shaklini qaytadan oladi. Demak, bu ham asosiy muammo bizdagi o'sha tunnellarga ham yer osti o'tish yo'llarini qurishdagi asosiy uchraydigan muammo. O'shaning uchun qarang. Misol uchun, oddiy misol, Nukus bilan Toshkentda havo haroratida, iqlimida juda ham katta farq bor. Imanda misol uchun Nukusda qurilgan yer osti o'tish yo'li Toshkentniki bilan bir xil bo'lmaydi konstruksiyasi. Unga sababi o'sha birinchi aytganimizdek hidrogeologik geofizik ma'lumotni o'rgangan paytda farq qiladi va konstruksiya ham turlicha bo'lishi mumkin.
bo'ladi har xil. Misol uchun bizlar ko'proq Xorazm bilan Xorotboski respublikasini bir xil konstruksiya ketyapti-da, hozir misol uchun qurilishda. Nariga tomonda Vodiy tarafda bir xil konstruksiya ketadi. Vohida sal boshqacharoq, Toshkent viloyatida sal boshqacha konstruksiya ketadi qurilishda. Havo haroratida keskin farq qiladi. Misol uchun Surxondaryo, Qashqadaryo tomonda juda ham issiq bo'ladi, biznikiga o'xshaydi. Toshkentda u paytda misol uchun o'sha yozda o'sha kunida havo harorati boshqacha bo'ladi. Tog'li zona bo'lgani uchun gruntlari ham boshqacha bo'ladi. Plitalar boshqa bo'ladi. Asosiy unga e'tibor beriladigan konstruktiv o'zgacha tomonlari bor. Qanaqa misol uchun? Betonida farq qilishi mumkin. Konstruksiya o'sha balkon qo'yiladi, to'g'ri. Betonida misol uchun biz bilardik F degani bor, marozastойкость degan betonda F200, F250, F300 degan turlar bor. Bu freezing degani bo'ladi, marozastойкость. Bizda marozastойкостьda misol yuqoriroq bo'lgan betondan foydalanishimiz mumkin, misol uchun markazi yuqoriroq. Sababi bizdagi o'sha harorat keskin farq qilishi bu ham bir faktor. Bundan tashqari ham bor. Misol uchun bizda quruq havo harorati bo'ladi. Ularda nam havo bo'lishi mumkin, misol uchun tog'li zonalarda. O'shani e'tiborga olinadi. Yog'ingarchilik darajasi ham e'tiborga olinadi. Bundan tashqari grunti agar poydevor qurish jarayonida impact of extreme heat on crossings. Boyagi issiq haroratning demak ta'siri. Endi biz mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Toshkent shahrida joylashgan, demak yer usti o'tishi yo'q, piyodalar o'tishi yo'q. Bundan tashqari demak mana bu yerda demak elevator, ya'ni liftlar bor. Bu demak for disabled people, ya'ni nogironligi bor bo'lgan fuqarolarimiz uchun, yo'lovchilar uchun maxsus qurilgan bo'ladi. Bundan tashqari demak you can see this one. Bu yerda demak zina shu orqali chiqish mumkin. Bundan tashqari demak mana bu aylanma yo'l ham bor. Bu nimaga? Bu har xil arabalarda, veliklarda o'tkazish uchun quriladi. Okay. Uzbekistan's scorching summers, regularly exceeding 40 Celsius, inflict multiple forms of damage and operational stress on pedestrian crossing structure. Yani O'zbekistonda o'sha yozdagi issiq havo harorati asosan 40 gradusdan har doimiy ravishda o'tib turadi, 40 gradusdan. O'shani demak ta'siri borligini haqida gap ketyapti. Thermal expansion and material degradation. Boya aytyapti, termik hajmi qisqarishishi, bundan tashqari underground heat accumulation, ya'ni yer ostidagi issiqlik nimasi nazorati bunday aytiladi. Misol uchun agar o'sha yer osti o'chirlarni, tunnellarni siz agar havoni tozalab turadigan ventilyatsiya tizimini yaxshi o'rnatmasangiz, u yerda misol uchun yoz faslida juda ham issiq bo'lib qaynab ketadi. Misol uchun bunda qishda juda ham sovuq ketishi mumkin, ya'ni havo aylanib turishga ko'chadi. Reducing pedestrian usage. Studies confirm that high temperatures cause reduced walking frequency. Ya'ni juda ham yuqori harorat odamlarning demak o'sha yo'llarda o'tishi darajasini kamaytirgan. Haroratda ham bunga ta'sir qiladi. Insonlar baribir yo'lovchilar foydalanishi kerak, lekin yuqori harorat unga odamlarni bundan o'tishmasdan yo'l qoidalarini buzib pastdan o'tish holatlari juda kuzatiladi. Pedestrians are exposed to high levels of heat stress on hot days, which may reduce their willingness to use surface level overground crossings. Ya'ni hozirgi aytganimcha issiq havo harorati fuqarolarga ham yo'lovchilarga ham bundan foydalanishga bo'lgan xohishni kamaytiryapti deyiladi bu yerda. Accelerated and maintenance cycle. Bu nima degani? Ya'ni maintenance degani shulardan foydalanish, ekspluatatsiya jarayonini kuchaytirish, ko'paytirish haqida gap ketyapti. Chronic heat exposure shortens the lifespan of infrastructure components and increases maintenance costs. Doimiy ravishdagi demak o'sha issiqlik fiyati
konstruksiyaning xizmat qilish muddatini ham impact of precipitation and flooding. Bo'layotganimizda flooding degani suv bosishi. Yer osti o'tish yo'llarida juda ham yomg'irli kunlarda suv bosib qolishi, holatlar ko'p uchraydi. Bundan faqat Toshkentda, balki O'zbekiston xohlagan hududda yog'ingarchilik darajasi yuqori sifatida suv bosib qolish holatlari. Bizda o'shaning uchun ham ko'rishimiz tumanlarda oldingi bir rasmda ko'rgan bo'lsak, ustungi qismlarni biz yopib qo'yibmiz. Shularda yomg'ir yoqqan paytlarda ichiga o'tmaslik kerak. Bundan tashqari lekin qanaqadir bir toshqin bo'ladigan bo'lsa, lekin baribir xavfli inshoot hisoblanadi. Shuning uchun tunnellarda, metropoliten tunnellarida juda ham shunaqangi bir yaxshi choralar ko'rilgan.